Assalomu alaykum azizlar. Har qanaqa razmerga, semizga ham, ozg'inga ham, bolalarga ham, o'smir yoshidagi qizlarga ham birday mos tushadigan yeng andozasini o'rganishni xohlaysizmi? Unda bu videoni o'tkazib yubormang. Ko'pchilik yengni qanday bichadi? Matoni ikkiga buklab, yeng uzunligini chizib, yuqori bilak aylanasini belgilab, yengni akat qismini ham taxminan chizib oladi. Yengni bichib olgandan keyin yengni orqa va oldi qismlari bir-biridan farq qilib turishi uchun oldidan va orqasidan ozginadan kesib qo'yishadi. Agar siz tajribali tikuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu usulda bichsangiz ham to'g'ri chiqishi mumkin. Endi esa diqqat qiling. Siz qaysi metoddagi andoza bilan ishlaydigan bo'lsangiz ham yoki matoni o'zida bichadigan bo'lsangiz ham tikmoqchi bo'lgan kiyimingizga to'liq mos keladigan yeng andozasini chizishni o'rgataman. Muhimi siz qo'ltiq o'yinini to'g'ri chiqazib olgan bo'lsangiz bo'ldi. Eng oldin yengni korobkasini chizib olishim kerak. Mana shu chiziqdan yeng uzunligini qo'yib olaman. Yeng uzunligi menda 60 sm. Pastgacha 60 sm ni belgilab olaman. Endi bu tarafiga yuqori bilak aylanani pribavkani qo'shgan holatda belgilab olamiz. Menda yuqori bilak aylana 4 sm kenglik haqqini qo'shganman. 38 bo'ladi. Demak, bu tarafga 38 sm ni belgilab olamiz. cm ni chizib oldim. Pastga 60 yeng uzunligi. Mana yeng setkasini chizib oldim. Endi buni o'rtasini belgilayman. 38 ni yarmisi 19 cm ni belgilab to'g'ri chiziq chizib qo'yaman, yordamchi chiziq. Yengni orqa va oldiga ajratib olish uchun. Endi mana shu nuqtadan akat balandligini tushishim kerak. Akatni men formula bo'yicha topdim. 14,5 sm chiqdi menda, 14,5. Mana shu yerga keladi. Yarim ko'krak aylanani 4 ga bo'lib 2 sm qo'shdim, menda akat balandligi topildi. Mana. Endi mana shu ikkita nuqtani tutashtirib chizib olishimiz kerak. Qiya chiziq chizib olishimiz kerak. Bu tarafini ham xuddi shunday qiya chiziq bilan tutashtirib olamiz. Yeng tomini, ya'ni akat qismini chizish uchun. Endi buni o'lchab ko'ramiz. Orasini o'lchab ko'ramiz. Menda 24 sm chiqdi. 24 ni o'rtasini belgilayman. 12 bo'ladi. Mana 12 sm bo'ladi. Belgiladim. Endi mana shu 12 ni ham o'rtasidan belgilab chiqamiz. 6. Bu tarafga ham 6. 4 ga bo'ldim. Mana shu chiziq necha santimetr chiqsa ham, mana 4 qismga ajratib olasiz. Bunisi ham 24 chiqishi kerak. Mana 24 chiqdi. O'rtasi 12 bo'ladi. Buni ham o'rtasini belgilaymiz 6. Bu tarafga ham 6 ni belgilaymiz. Endi bu tarafi yengni oldi bo'ladi. Oldi bo'lagi, bunisi orqa bo'ladi. Mana shu birinchi nuqtadan 1,5 sm tepaga ko'taramiz. Mana 1,5 sm tepaga ko'taramiz. Ikkinchi nuqtaga tegmaymiz, o'z holicha qoladi. Uchinchi nuqtadan 1,5 sm pastga tushamiz. Belgilab qo'ydim. Endi mana shu nuqtalarni birlashtirib, chiroyli qilib yengni tom qismini chizamiz. Chizgan paytda chiroyli chizishga harakat qiling. Agar yengni andozasini chizganingizda chiroyli chiqmasa,
shu andoza bilan bichilgan yeng ham xunuk chiqadi. Ana. Oldini chizib oldim. Endi orqasini chizishimiz kerak. Orqasini chizish uchun birinchi nuqtadan 2 sm tepaga ko'taraman. 2 sm tepaga ko'taraman. Ikkinchi nuqtadan 1,5 sm tepaga ko'taraman. Uchinchi nuqtadan 0,5 sm pastga tushaman. 0,5 pastga tushaman. Bularni ham birlashtirib chizamiz. Yaxshiroq ko'rinishi uchun mana shunday chizamiz. Mana marker bilan. Mana. Endi bu tarafga bilak aylanani qo'yamiz. Menda past bilak aylana 18 ekan. Unga 3 sm kenglik haqqini qo'shsam 21 bo'ladi. Demak, mana shu o'rta chiziqni bu tarafiga 10,5, bu tarafiga ham 10,5 qo'ysam 21 sm past bilak aylanasi bo'ladi. Mana past bilak aylanani ham belgilab oldim. Past bilak aylanaga kenglik haqqi uchun 3 sm qo'shildi. Endi nuqtalarimizni birlashtirib chizamiz. Mana. Yozib qo'yaylik. Oldi, orqa. Agar siz kalta yeng bichmoqchi bo'lsangiz ham xuddi mana shu usuldan foydalanasiz. Faqat kalta yengni ham o'lchab ko'rgan bo'lishingiz kerak. Yeng qayerga keladi? O'sha uzunligini o'lchaganingizdan keyin bilakni qayerga keladi? Yengni uzunligi o'sha joyiga ham o'lchab yoki kenglik haqqini qo'shib o'lchaysiz yoki alohida kenglik haqqini qo'shasiz. Men uzun yengni chizib ko'rsatdim. Kalta yeng andozasi ham shu yerlardan chiziladi. Mana tirsakgacha bo'ladimi yoki tirsakdan teparoqda bo'ladimi? Xuddi mana shu usulda chiziladi. Mana bu akat qismini yodlab olsangiz bo'ldi. Akatni formulasini yodlab olsangiz bo'ldi. Har qanaqa yengga, har qanaqa razmerga, bolaga ham, o'smir qizga ham, katta razmer, kichik razmer, har qanaqa razmerga to'g'ri keladi mana shu yeng akat formulasi.